على رسوله Muhammed ve alihi ve ashabihi ecmaîn. Assalamu alaikum qarindoshlar. Bugungi suhbatimizni ekranda yozilgan edik. İslamda vatanning o'rni qayerda? Yuqorqi videolarda islom dinining vatan bilan dinni, vatan bilan iymonni o'xshash o'ringa qo'yganligi haqida so'zlangan edi. Bugungi tema islom dini vatanni jon bilan o'xshash o'rinda qo'yganligi haqida so'zlanadi. İslam dini insonlarning jonlarini qo'g'dash uchun kelgan. İslam dinining bizga din bo'lib Alloh taolo tomonidan bekitilishdagi sababning ikkinchi maqsad insonlarning jonlarini qo'g'dash uchun kelgan. İnsanların canları İslam'da o kadar yüksek o'ringa qo'yilganki, İslam insanlarga canlarını qo'g'dash uchun Allohni og'zaki inkor qilishga ruxsat bergan. Og'zaki deganimiz tushunishlik. Ya'ni jonni qo'g'dash uchun Allohni og'zaki inkor qilishga ruxsat bergan. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Kimki Allah'a iman etkandan keyin kafir bo'ladi ekan, kufr bilan ko'ngli ozod bo'lsa, mesela kafir bo'lib, kafirlik bilan o'zi rozi bo'lib, ko'ngli ozod his qilsa, ixtiyoriy yo'sinda murtad bo'lgan bo'lsa, u Allohning g'azabiga duchor bo'ladi, cho'ng azobga qoladi degandan keyin qalbi iymon bilan mustahkam turib, tehdit aslida ağzıdala imandan yanğanlığını bildirgenler bunundan müstesna deb istisna kıldı. Bu Nahl suresi 106. ayet. Yani İslam'da insanların canı o kadar aziz ki, o kadar mühim ki, hiçbir kişinin nahak yol bilen hiç kiminin canını çekiliş hakkı yok. Hiç kandak bir kişinin. Çünkü insanın canı dokunulmaz, mukaddes, yaratılgan. İnsanların canları imandan kiyilla urnalıdı İslam'da. Ve muhimlikte ikinci orunda durdu. Birincisi iman, ikincisi can. Makasıda hamsa deyildi İslam'da, 5 maksat. Şu 5 maksatdan İslam'da qo'g'dash uchun kelgan 5 maqsadning birincisi iman, ikincisi can. Allah Teala Kur'an'da vatanni can bilan o'xshash o'ringa qo'ygan va o'xshash o'rinda zikr qilgan. Kur'an'a qarab baqayli. Allah Teala bu haqda tuvandagi oyatda mundaq deydi. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَدُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. Sure Nisa 66. ayet. Mezmunu şu. Allah deydi ki, eğer biz ulağa özünglarni öldürüp alinglar yoki yurtinglardan chiqib ketinglar deb emr qilgan bo'lsak, ularning ozg'inisidan boshqasi buni ijro qilmagan bo'ladi. Eğer ular qilingan va'z nasihatga, Allohning emri farmonlariga amal qilsaydi, albatta ularga yaxshi bo'ladi ve iymoni texmi mustahkam bo'lgan bo'ladi deydi. Sura Nisa 66. oyatda. Allah Teala bu ayette insanların yüzünü öldürüp elişi bilen vatandan çıkıp gitişini o'ringa qo'ygan. Bir insan qaytmaslik uchun vatandan ayrılıp qolishi bilan yüzünü öldürüp elişi o'xshash o'ringa qo'yilgan. Endi bu haqiqatni biz ko'ryapmiz va Sharqiy Turkistonliklar Xitoy tajovuzchilarining yüzünden vatanimizda turolmay yenib chiqdik, qaytamayapmiz. Şu o'lik şekilde yaşayapmiz chet elde. Vatandan ebedi ayrılış bilen yüzünü öldürülüşünün farkı yok. Kur'an'ın bu ayeti göre. Bu ayetini texim yaxshi tushunish uchun qarindoshlar, bu ayetning nazil bo'lish sababiga qarashimiz kerak. Sababi nuzul deyiladi, har bir ayetning sababi nuzul bo'ladi. Mush ayetning nazil bo'lgan sababiga qarab baqsaq, bu ayet hicretning 2-yili.
Yani Peygamber Aleyhisselam Mekke'den Medine'ye hicret kılıp 2 yıl ötkende nazil bolgan bulup, bu ayet nazil buluştan burun Peygamber Aleyhisselam Medine'de Medine halkı bilen Medine ehdinamesi imzalap, yeniden kurulgan Medine İslam Devleti'nin iyilik hukuku, vatandaşlık hukuku, vatandaşlarının kişilik hukuku ve rehberlik mekanizmi katarlık sahelerde kelişim tüzgen idi. Bu kelişim insaniyet tarihinde tuncu katım tüzüp çıkılgan asası kanun bulup, bu kanunda bütün Medine halkının vatani ekanligi, bütün Medine halkının bu vatanni qo'g'dashga mukallaf ekanligi qayd qilingan asas kanunda yozilgan. Ey Medine halkı, bu asas kanunun maddesida bu Medine'de yaşaydigan bütün insanların vatani. Bu vatanni qo'g'dashga hammamiz mukallaf, yani vazifamiz va mecbur degan asas kanunga mushu madde kirgizilgan. O zamanlarda Medine'de Müslümanlar yaşaydı. Müslüman halkı, Medine halkı asasen Müslüman bulup, Müslümanlar köpsallıkta yaşaydı. Anki Yahudiler yaşaydı, Hristiyanlar yaşaydı, anki müşrikler vardı, iman kemigen. Mecusiler yaşaydı, Müslüman kıyafetine kirvagan, menfaatperest, satkın, münafıklar yaşaydı. Bu münafıkların sanımı halibattı. Asası kanuna göre Peygamber Aleyhisselam bütün Medine halkının rehberiydi. Ve her kandak meselede, bu mesele siyasi olsun, harbi, ictimai, dini, ahlaki, meyli muamelat olsun, hem mesele Peygamber Aleyhisselam'a müracaat kılınış gerekidi. Bu asas kanunun mezmunu şu. Her kandak mesele çıksa Peygamber'e değildi, Peygamber bunu hal kılıdı, dep asas kanunu yazılgan idi. Bu asas kanunu bütün Medine halkı kabul kılgan edi. Hem makul diye. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'dan işencilik, adil, merhametli bir rehber bulmagaçka hemmedindeki insanlar Peygamber Aleyhisselam'ın hakim ikenligini, devlet başlığı ikenligini kabul kılgan. Mana müşküllerinin biri de bir yeni Müslüman bilen bir Yahudi arasında bir meselede kilişenmesi yüz verip, bu mesele dava gaylinip gidiyor. Şunun bilen o Yahudi bu meseleni Peygamber Aleyhisselam'a yapamakçı bulurdu. Biz meselemizni Muhammed'e apırıp hal kılaylı deydi Yahudi. Ama yeni Müslüman boğanıdan bu meseleni bir Yahudi kahin apırıp hal kılmakçı bulurdu. Çünkü bu kahin Yahudi var o, meşhur bir kişi bulup Medine'de meşhur hemmeden tanıydıgan insanlardan parayla nahak hüküm çıkarttı. Bu Peygamber Aleyhisselam Medine'ye kelişten burun mu bunu kesip şu hakimlik kılıttı. Kim cık pul verse şunun için hüküm çıkarttırdıgan eski bir adamdı. Şunun için ya Müslüman boğan adam Yahudinin kışığı parayla dedi. Çünkü bu adam ya Müslüman boğan adam nahak. Yahudinin hakkını ele bağlan. Nahak boğazka Peygamber Aleyhisselam'ın aldığı basa o nahaklığı aşkarlanıp hak hüküm çıkarıp kalıdı da korkap Yahudinin kışığı barımız deydi. Ama Yahudi olan ki, üzden milleti olan ki makulda berip kalamı ki de. Bu Müslümanı şu para verip işini Yahudi'ye hal kıldırmakçı bulurdu. Del muşçakda muş ayet nazil olurdu. Matüendeki ayet. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Sure Nisa 65. ayet. Abi okunan ayetinin 5. ayet. Abi kısa 66 etti mi? 65. ayet. Bu yeni Müslümanın bu kılıkını Rabbimiz kattık eyiplaydı, red kılıyordu. Deydi ki kella hergiz bunda bulmaydı. Bir Müslümanın işi bunda bulmaydı. Perverdigarın bilen kasem ki ey insan ular yani vatan halkı, Medine halkı
öz astidagi datalashqa seni hokim qilmoqcha ya Muhammad. Andın senin çıkargan hükmünge ularning dillaridagi qilchi g'um bo'lsa-mu yo'qolmoqcha, qalbida qilchilik g'um qolmoqcha va ular butunlay bo'ysunmoqcha iymon etgan bo'lmaydi. Ya'ni iymonni aytdik deb qo'yib, Medine vatandoshi deb qo'yib o'zini, musulmonlarning bir qarindoshi deb qo'yib, andikin masala chiqqan vaqtda uni musulmonlarning dushmanining oldiga berib, masala hal qilish bu musulmonning axloqi emas deb Rabbimiz va'da qat'iy rad qilyapti. Agar rost iymon etgan bo'lsangiz, iymoningiz rost bo'lgan bo'lsa, har qanday problemni payg'ambarga apirsiz. Chunki o payg'ambar butun insoniyatga vakillik qiladigan hokim. Ya'ni siz musulmon bo'lsangiz, o'zingizning hakimiyetining oldiga berib da'voyingizni shu yerda qilasiz. Dushmanning oldiga bormaysiz demakchi. Endi bu oyatning hukmi bo'yicha endi biz hozirgi ahvolimizni bir tatbiqlab boqaylik qarindoshlar. Qur'onda shunda. Endi Sharqiy Turkistonning da'vosi nima? Bekjiq da'voyimiz var. Eng cho'ng shu Sharqiy Turkistonning ishg'ol ostida bo'lib qilish da'vosi, shu ishg'oliyatdan qutuldirish da'vosi. Biz da'vo qilamizki, Xitoy tajovuzchilari Sharqiy Turkistonni besib oldi, chikessin deydigan bir da'vo. Uning keyindan xalqimizning erkinligini qo'lidan elib oldi deydigan xalqimizning nüfus qadar da'volar bor. Onundakin Sharqiy Turkistonning u boyliqlari, bu boyliqlari, uni buni Xitoy bulib oldi deydigan bulonchilik da'volari chiqdi bu yerda. Anki Sharqiy Turkiston xalqini u yerda majburiy ishlatdi, bu yerda majburiy ishlatdi deydigan kishilik huquq da'volari chiqdi. Xitoy xalqimizni suiqasd qilib o'ltiryapti, irqiy qirg'inchilik da'volari chiqdi. Anandakin tajovuzchilik, bosqinchilik, mushu dunyoda bulavatgan ve tehi bulap bakmagan bütün cinayetinin davaları Sharqiy Turkistonda var. Endi bu davalarni so'sin deb hokimning oldiga berishga to'g'ri keladi ya. O'zimizning hokimiyatimiz yo'q Sharqiy Turkistonda. Ishg'ol ostida bo'lg'achqa Sharqiy Turkiston xalqining manfaatini qo'g'daydigan hokimiyatimiz yo'q. Endi sirtqi chiqqanlar sirtqi da'vo qilayli desak, bütün musulmonlarni boshqarayotgan bir xalifalik yo'q. Musulmonlarning manfaati uchun islomga ko'ra hukm qiladigan bir yer yo'q. Undaq bo'lgandan bu da'voni hozir shinaga qilamiz, ikkilam yo'l qoladi. Biri xalqaro kuchlarga, ey xalqaro islamiy inson haqlari da'vatchilar, miyada menda inson haqlari dafsanchilik bor. Miyada banda tajovuzchilik qo'yam, miyada qirg'inchilik bor deb xalqaro da'vo qilamiz. Bizga qolgan yo'l shu, boshqa yo'q. Yoki bo'lmasa shu Xitoy konsulga berib, Xitoyning oldiga boramiz. Hozirgi shu mavjud ahvolda bardiga yerib boshqa yerimiz bo'lmag'achqa. Ya Xitoy konsuli bor, yoki o'zimiz turayotgan davlatning hukumati va o'zimiz turayotgan davlatning nimalari bor, siyosiy organlari bor. Xalqaro bilan munosabatlik. Bizga qolgan ikkilam tanlash shu. Bunda bo'lgan vaqtda xalqi musulmon Yahudining oldiga berib hal qildirma deganligi, xalq musulmonlarning dushmaniga naqshu Xitoy shu. O'zimizning ishini musulmonlarning dushmanining oldiga berish shu Xitoy shu. Endi boshqa davlatlar, boshqa kuchlarning oldiga borsak, ular musulmon bo'lmagan bilan ularningki manda qilma deydigan xalqaroninki og'zi deyiladigan erkinlik bo'lg'achqa Xitoyning oldiga borgandan xalqaro kuchlarning oldiga borgan yaxshi. Bizga qilib qolgan nima musham yo'l, boshqa yo'l yo'q. Shuning uchun ham bu yerda buni qistirib qilishimning sababi qarindoshlar, bo'lsa shu o'zimizning hokimiyatiga, o'zimizning musulmoncha hukm chiqaradigan yer bo'lsa, shu yerga borsak bo'ladi. Unda yer bo'lmagandikan, hozir Xitoyning oldiga berish, chala musulmonning, Yahudining oldiga boraman deginiga o'xshaydi.
Allah bu çalı musulmanını ya musulmanını ma şekilde kella deb red kılgınıdek biz mi Xitay konsulunun aldığı ömürlüklep yürsek Allah red kılıdı. Ey nimiş kılıvatsa bu senin hakimiyetin bitti. Senin davayınga doğru hüküm çıkırdığa yamış şun bitti. Nimi dep davanı böyle kılırsan deydi. Hem de Xitay'ını faqatlam resva qilish uchun o Xitoy konsulining oldiga bormasmi ham yerda resva qilg'ili bo'ladi zodi va'da. Chunki Xitoy konsulining oldiga baribir muxbir kelmagan ekan, baribir o'zimizni taqdirlash bo'lgan ekan, Xitoy konsulining oldiga borganlik Xitoyning mush ishninki mush davoni so'raydigan marji ekanligini e'tirof qilganlik bo'ladi. Şunun için Xitay bular bizning vatandaşlarımız bo'lg'achqa dardini anlatishga bizning oldimizga keldi. Sening nima karing? Bu mening ichki ishim deyishning sababi shu. Sirtqi borsak, Xitoy unda demaydi. Boshqa davlatlar nima deydi? Sening vatandoshing bo'lsa nima uchun sening oldinga kelmadi? Bizga keldi. Ma ishg'ol qilingan davlat deb keldi. Bu yerda tajovuzchilik va irqiy qirg'inchilik va inson haqlari dafsanchilik va deb keldi deb xalqlarninki qo'li kuchlanadi bizga yordam qilishda. Xitoyning oldiga borsak, Xitoyning qo'li kuchlanadi. Bu nuqtadan ham bu mazmun bugungi tema bu bo'lmasmi, ma oyatning mazmunidan qo'shib qo'yim kelib qoldi. Bu oyatda Alloh taolo butun musulmonlarning payg'ambarga shartsiz itoat qilish kerakligini, mushundaq shartsiz itoat qilishning iymon etganligining isbot ekanligini, aks taqdirda iymon etgan hisoblanmaydiganligini keskin til bilan bayon qiladi. Kalla degan arab tilida rad deydi. Rad qilish, nolma rad qilganni rad deydi. Rad degan vaqirab turib, chalvaqab turib, azarlab turib rad qilganni rad deydi arabchada. Ash azarlab çalvaqab işletildiğin kella kelimesi bilen Rabbimiz miyada azarlatıdı. Düşmanның aldığa dava kılıp bağırlarını. Hem de bu ayet arkalık Müslümanlığa şundaq bir intizamçan buluşunu farz kılıdı ki Allah. İntizamçan buluşunu farz kılıdı ki intizamçan bulmay turup devletini tutup duruşunun mümkün emeslik işaret kılıdı. Ey Müslüman, yeni devletin tutsa, üzerinin hakimiyetin tutsa, şu nizamnamıga emel kılmayı nimi düşmanının aldığı barı sen dep Allah böyle intizamçan bulmay turup devlet tutup duruşunun mümkün emeslik işaret kıldı ayette. Şundakla bir Müslümanın intizamga xilaf halda sistemi sırtideki birini hakim ornudu görüşne qattiq tanqidlaydi. Mesela Xitoy bizning hakimimizmi? Biz uchun hukm chiqarib turadiganini kuchma shu. Dushman u bizni yo'q qilish uchun ishg'ol qildi. Shu ishg'ol qilgan vatanni yutib olish uchun irqiy qirg'inchilik qilib beryapti. Shuning uchun din buni cheklaydi. Burun berib qolganmiz, bag'anmiz shu Xitoyning oldiga. Shu Xitoy konsulligiga chiqdik biz burun. Siyasi an o başka narsa ekan keyin ko'z ochilgan yoqi, men xalqarani tushungan yoq bo'lmaydigan bo'ldi qarindoshlar. O bir qatim berib qolganga, bilmay berib qolganga yo'g'on ishlab ketmaydi. Bilgandan keyin, ma nuqtani tushungandan keyin uyaga berishni to'xtab, davoni xalqaraga yuzlandirsak bo'laverdi. Öz davlatining hakimi bo'lgan payg'ambar alayhisolamni qayirib qo'yib yat birinin aldığı berip, yat kuşunun, düşman kuşunun aldığı berip, davaçı buluşunu eyiplaydı ayet. Şundakla bu ayetin yanı bir mezmunu şu, intizam yok ya da galbin onu bombaydıqanlığını talim veriyordu. Biz davamlık, biz digen erkin devlet, bu digen demokrat devlet, halıqını kılımen deyimiz o. Halıqımızı kılsak, muşda hiç iş bulmayı ötep gidiyordu. Millet süptüde intizamının astığı kirmesek, teşkilatının aldığı kirmesek, bir teşekkülünün aldığı astığı kirmesek, yüzümüzde ben erkin halıqının kılımı degenimiz bilen o ağzımızdaki gep o halıqının kılımı degen gep. Kılgılı bombaydı işte mene.
hech nimani qilg'ili bo'lmaydi. İntizam bo'lmasa kuch bo'lmaydi, kuch bo'lmasa hech nima qilg'ili bo'lmaydi. Bu oyatning mazmuniga asosan har bir musulmon, har bir mu'min o'zini mu'min deydi ekan, intizomning ostiga kirish kerak. İntizomning ostiga kirish nima degan gap? Vazifa olish kerak. Mening vazifam nima? Meni kim boshqaradi? Kimga bo'ysunaman degandek bir yerga bog'lanib turib, tashakkulning ichiga kirib, tashkilotning ichiga kirib, ulardan vazifa olib, intizomchan vazifa ado qilishning ma'nosi bu. İntizam yok yerde g'alabining bo'lmaydiganligini ta'lim berdi bu oyat. Alloh taolo yuqoridagi oyatga ergashtirib, to'ndagi oyatda shundoq bir intizomchanlikni bayon qiladi-ki, Allohga tayangan rahbarlikka itoat qilishning qat'iy farz ekanligini e'lon qiladi. Badamda bu oyat payg'ambar alayhisolamga nozil bo'lgan. Hozir payg'ambarga itoat qilsak, payg'ambar yo'q. Kimga itoat qilamiz degan vaqtda öz aramızdan saylangan, İslamga tayangan, İslam manbasiga tayanib yashaydigan aqidilik, vatan millatga muhabbati bo'lgan, xalqimiz tarafidan saylangan rahbarlik bo'ladi. Shu rahbarlikka itoat qilishning qat'iy farz ekanligini e'lon qiladi. Qarindoshlar, yana vaqt munosabati bilan mushahada to'xtaylik. Inshaalloh bu ayıqni inşallah keyingi videoda chiqaramiz. Alloh hammamizga insof, hidayat ato qilsin, aql, farosat ato qilsin. Hammamizni millatcha uyg'onishimizga Alloh yordam qilsin, tirilishimizga yordam qilsin. Mushu ulug' Ramazonda qilgan ibodatlarimiz, duolarimiz ijobat bo'lsin. Yashagan muddatcha islomdan o'ladigan chog'imizda tavba, iymondan ayrilmasin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.